Biz kelding. Orqadagi Munis savdo markazi kimnikiligini bilasan? Yo'q. Munisa Rizayevaniki ekan. Kalla qo'yma, oti Munis bo'lsa Munisa Rizayevaniki bo'laveradi. Men bildimki surishtirib, viloyatlarda filiallar ko'paygan. Munisa Rizayevaniki ekan. Hech qaysi intervyusida aytmagan Munis meniki deb. Yur so'raymiz. Ha, Munisa Rizayeva to'yda. Ish boshqaruvchisidan so'raymiz. Yur. Munisa Rizayevaniki bo'lmasa Real Madrid eng zo'ri deysanmi? Ha, yur. Assalomu alaykum, Munis savdo markaziga xush kelibsiz. Aka sizdan bitta narsa so'ramoqchi edik-da. Kakras Munisda yangi yil mo'jizasi aksiyasi ketyapti. Shuni so'ramoqchisiz, a? Agar bizdan 1 millionlik xarid qiladigan bo'lsangiz, 150 ming so'm bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Agar 2 millionlik xarid qiladigan bo'lsangiz, 350 ming so'mlik bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Agar 3 millionlik xarid qiladigan bo'lsangiz, 550 ming so'm, xullas ko'payib ketaveradi. Agar 20 millionlik xarid qiladigan bo'lsangiz, 5 million so'm bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Vasha zo'r narsa o'ylabsizlar, lekin xalq bop. Bu hali hammasi emas. Agarda ish joyingiz bo'lmasa ham bitta pasport evaziga 5 million so'mgacha maishiy texnika yoki 12 million so'mgacha mebel xarid qilishingiz mumkin. Zo'r ekan-a, bir narsa olib chiqib ketaylik, vasha sharoitni qara. Hozir to'xtab tur. Aka, 1 minut. Aka, Munisa Rizayeva kelib turibdimi? Yo, nima qiladi bu yerda? Boshlig'ilar bo'lgandagi keladi-da. Yo, Munisa Rizayevaniki emas bu yer. Ko'rdingmi? Uniki emas ekanmi? Ayting, Real Madrid eng zo'ri deb aytdi. To'xta, ish boshqaruvchisi ham bilmas ekan. Hozir adminiga telefon so'raymiz. Agar Munisaniki bo'lsa, barsi zo'r deysanmi? Men aka aytib beraman uni. Davray, aytaman. Xo'p, aka, rahmat. Ha? Uniki emas ekanmi? Ayting, Real zo'r deb aytdi. Ayting. Sen Realchisan? To'xta. Admini ham bilmas ekan bizneslar haqida. Hozir o'zidan so'rab kelaman. Tamom ko'rsa nima ekan? Real kuchliligini.